tizimsiz bo'lgan paytlar bor. Bir necha 10 yil oldin bu narsa bo'lgan va tizim qanchalik o'sishingizga, rivojlanishingizga foyda bergani, umuman bu qanchalik kerak odamlarga? Zo'r savol. Tizimni yoqtirsangiz ham, yoqtirmasangiz ham sizga kerak. Ya'ni tijoratda sizga yoqadimi bu, yoqmaydimi? Kerak. Chunki har bir tadbirkor xohlaydiki, bir kun kelib men ishlamasam ham mana shu yaratayotgan tijoratim menga ertaga daromad olib kelsin. Imkon bo'lsa passiv daromad, men ishlamay chiroyli bir tizimni yaratay. Men ishlamasam ham kimgadir $1000 qiziq. Kimgadir bir pochka pul kelib tursa, bir pochka dollar kelib tursa, ya'ni tijorati katta, kimgadir undan ham katta. Lekin o'zi operatsiyonkani ichida yurgan tadbirkor, ya'ni o'zi savdoga qaragan, o'zi zakup qilgan, ishlab chiqarishga qaragan, u futbolga o'xshatadigan bo'lsak, maydonning ichida o'ynovchi futbolistga o'xshaydi. Ya'ni maydonning ichida o'zi o'ynab turibdi, o'zi zo'r, Ronaldo o'sha o'y komandasini. O'zini zo'r varataridir, Xudo bergan talanti nimadirligi bor. Yoki kapitan komanda sifatida polyaning ichida o'ynaydigan inson. Lekin bilamizki, futbolist ham bir kun kelib charchaydi. 35-40 dan keyin kecha zo'r o'ynagan, manaman degan futbolist ham pensiyaga chiqarib yuborishadi. Xuddi shundoq tadbirkorlarimiz bilish kerakki, baribir bir kun kelib pensiyaga chiqadi.